Assalomu alaykum. Bugun bizda Hangoma informatsion dasturi. Dasturimizni tezkor yangiliklar bilan boshlaymiz. Diqqat tezkor, O'zbekiston Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligida birinchi o'rinda. Diqqat to'xtang. Nima bo'yicha? Ortiqcha vazn yig'ish bo'yicha. Shuni ham hisoblashar ekanmi? Hisoblasharkan, Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti va Our World in Date ma'lumotlariga ko'ra, bizda katta yoshli aholining 64% ortiqcha vaznga ega ekan. Dunyo bo'yicha esa 43-45% ekan bu ko'rsatkich. Semir deydi menga hamma. Ko'p ovqat ye degan gapni eshitaman bolaligimdan. Keyin shunaqa reytinglarda biz birinchi o'rinni olmay kim olsin? To'ppa-to'g'ri. Sumo degan sport turini bilasizmi? Vazni katta odamlar chiqib bir-birini otadigan sportmi? Ha, xuddi o'sha Mahmud Ermuhammedov degan vatandoshimiz AQShda sumo musobaqasida o'zidan bir necha barobar katta raqibini yengibdi. Qanday qilib? Mana videosini ko'ring. Check out the replay on the screen. To the ring at this time. Qoyili yana bitta sportchimiz bor edi. Jahon chempionatida porlagan Behruz Karimov. Xo'sh, Sportchi Shveysariyaning Lugano jamoasiga o'tibdi. Klub ham uni rasman tanishtirdi. Shartnoma 5 yilga tuzilibdi. shu bolani otasi jahon chempionati paytida ham oilasini boqish uchun Qozog'istonda ishlab yurgan ekan. Ha, endi boyib ketsa kerak, futbolchilarda pul ko'p. Ha, futbol deganingizga yaqinda bunyodkorga 5 milliard beriladi deb hamma yoqda yozishdi-ku. Shuni yarmini soliqdagilar olib qo'yishibdi. Ebi, siz qayerdan bildingiz buni? Bunyodkor bosh murabbiyi Ilyos Zaytullayev OKMK bilan bo'lgan o'yindan keyingi matbuot anjumanida shunaqa dedi. Qolganini nima qilibdi? Qolganini klubdagi ketmagan futbolchilarga va xodimlarga beribdi. Klubdan ketib olganlarga hali pul berishmabdi. Sardor, Koreyada oyliklar zo'rmi? Bilmadim, zo'rdirda. Hammani ketgisi keladi-ku. Shuni aytaman-da, Angrenda bir fuqaro boshqa fuqaroni katta ishda ishlashga ishontirib, Koreyaga seni yuboraman deb $5900 pul olibdi. Ha, ketibdim keyin Koreyaga. Koreyaga ketmabdi. Ano pulni olgan odam tergovga ketibdi. Xo'p, qo'ying. Yaxshi xabarlarga o'taylik. Yaqinda Andijon Guinness rekordlari kitobiga kirgan deysizmi? Andijon polkasiga o'ynabmi? Ha, endi Xorazm ham kiribdi. Bir vaqtning o'zida naqd 259 kishi 10 dan ortiq qovun navini tatib ko'rib, eng katta qovun degustatsiyasi yo'nalishida rekord o'rnatilibdi. Ha, Maksim kelgan qovun sayli shumi? Ha, xuddi o'zi. Ishqib hokimlarimiz ham Guinnessga kirishga qiziqib qoldi. Ha, hokimlarimiz sildan tushmayapti. Hamma hokim tanqid eshitayotganda Erkinjon Turdimov rahmatlar eshityapti. Qani gapirgan işte ko'chani ham trotuar qilishdi. Ha, bormi yo'qmi biz planda? Yo'q, ha? Necha kilometr shu ko'cha? Mana shu yerdan birigacha chiqsa 2 kilometr chiqadi. 1 kilometr. Oting nima sen? Dilmurod. Dilmurod. Seni starshi prorab qilamiz shu yerga. To'xtab tur, qishloqni bolasimisan? Ha, qishloqni bolasimisan, seni prorab qilamiz. Hisob kitob qilasan. Necha pul kerak shunda? Necha tonna sement kerak? Necha moshin qum kerak? Qumni necha pulga olib beradi shopirlar? Shuni hisob kitob qilib, hammasini olib kelib beramiz. Bir yengshi barib rais bilan shuga bitta ana qilaylik o'zimiz hashar bilan. Bo'ladimi? Energ material bizlarda. Ishchi kuchi sizda. Ovqat bizda bu. Izohlar hokim bo'lsa shunday bo'lsin-da mazmunidagi gaplar bilan to'lgan. Eng qiziq ish Navoiyda bo'libdi. Ibi, Navoiyni ham gapiramizmi? Ahay, nima qilibdi? Siz Navoiydan, men Navoiydan, ertaga qaytib borish bor. Hay, unda maqtab gapiramiz. Navoiyda hokimlik sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanib, obodonlashtirilishi zarur bo'lgan ko'chalarni suratlarda obod qilgani ma'lum bo'ldi. Ko'ryapsizmi, Navoiyda hokimliklar allaqachon sun'iy intellektdan foydalanishni yo'lga qo'ygan. Hech kim bilmaydi deb o'ylashganda endi. Yo'lga qo'yganini hamma bilib qolgach, Navoiy shahar hokimligi bu holatni mas'ul xodimlarning e'tiborsizligi bilan izohlab, jamoatchilikdan uzr so'radi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Tayyorlashyapmizmi? Ha? Ob-havo aytmaymizmi? Yaxshi prosmotr bo'layotgandi.
undan oldin sport xabarlarini, jahon yangiliklarini ham aytish kerak bo'lib qoladi. Qarang, ko'payib ketar ekan. Bo'pti, xayrlashing. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr. Salomat bo'ling.